Nima bu? Senga 15 minut vaqt narsalaringni yig'ishtirganda chiqib ket uyimdan. Tushunarlimi? Agar yo'lini o'ylab topmasangiz, nima? Yana nimalar xohlab oldimga kelsan, yana nimalar xohlab meni qiynaysan. Qanaqa layli, qanaqa majnun gapirma, sanmisan layli, endi ensalarim qotirma. Boya qol, umuman ko'zlarimga ko'rinma. Yana nimalar xohlab oldimga kelasan, yana nimalar xohlab meni qiynaysan. Yana nimalar xohlab oldimga kelasan, yana nimalar havo bulut, menimcha hozir yomg'ir yog'adi. Meni unut, aksincha hammasi zo'r bo'ladi. Yana nimalar xohlab oldimga kelasan, yana nimalar xohlab meni qiynaysan. Havo bulut, menimcha hozir yomg'ir yog'adi. Meni unut, aksincha hammasi zo'r bo'ladi. ko'pgina shov-shuvlarga sabab bo'lgan Farruh Hamrayevning bugun uylari musodara qilinmoqda. Biz bu haqda batafsil bilish uchun Farruh Hamrayevning uyiga keldik. Shunchaki Farruh Hamrayevning uylari musodara qilinishi haqida nima deya olasiz? Demak, Farruh Hamrayevning uyini musodara qilishimiz. Ularni ayollari hozir qayerda shu haqida ayta olasizmi? Keragim yo'q edi o'shanda, baribir yana kelibsan-da, ketdan qolgan iltimos sharmanda. Yig'lamagin oldimda faqat ataylab, gapirmagin san menga o'dag'aylab. Nima desang ham gapir o'ylab, yig'lamagin oldimda faqat ataylab. Yana nimalar xohlab oldimga kelasan, yana nimalar xohlab meni qiynaysan. Havo bulut, menimcha hozir yomg'ir yog'adi. Meni unut, aksincha hammasi zo'r bo'ladi. Yana nimalar xohlab oldimga kelasan, yana nimalar xohlab meni qiynaysan. Havo bulut, menimcha hozir yomg'ir yog'adi. Meni unut, aksincha hammasi zo'r bo'ladi. Siz yashab ko'r, sen ham mensiz yashab ko'r.
yana yurib kelasiz. Xuddi shu. Buni oldinglar, unaqa qilish hammasi. Hamma jim bo'ldi, olib ol. Hech kim ahamiyat bermasin. Melek chalib melek bo'ladi. Urushlar. Farruh. Mana qo'limga kishalla solib qo'yishdi. O'ynaylik. Bu yoqdan o'tmay ilojimiz. Bu yoqdan gap. Ozgina sizlarga o'qyapti, o'sha sekin qaflash boshlayapti. Sizga qarab, bosh ushlayapti. Shu orqali ketyapti. O'zlaricha kayfiyatga boqmadinglar. Qarab qoladi. Ishlamaydi. Xudo xohlasa yaxshi bo'ladi. Qo'rqib chiqib ketding, tinchiga chiqib ketding. Mani o'zini biyuvchilarni qo'llari kesilib ketdi, rasm yiqildi. Balada zo'r chiqishdi, aka. Xudo xohlasa zo'r chiqadi. Bu arfashka emas, plasmassa emas, temir. Bu Farruh yiqilishiga sabab mana shu qiz bo'ladi, chunki ssenariyni o'qish shunaqa yozib qo'ydi. Farruh yiqilib, kamera gapiradi. Klipli budjet va Давай, ketdik. O'ping. Boshingizni ko'taring. Qo'llari qara, kechmani Ashlan nomi yana nimalar xohlaysan deb nomlanadi. Bosh rolda Azizda Hayotxon va rejissor Ikromjon. Dramaturg Mas bizni bir kunda bo'lib ketgan ideya bo'ladi. Mana shu klip boshida xudosi bir kun ichida yozilgan ssenariy deydimi, shunaqami? Endi kamchiliklariga xafa bo'lmaysizlar. Sizlar zo'r klip olasiz. Bizlarni ko'nglimiz ortishdi, lekin biz harakat qildik. Zo'r chiroyli ijod namunamizni olib chiqishga xudosi ko'rib baho berasizlar. Moskva shahriga, Tojikiston shahriga, akalarimizga hammaga omad tilaymiz. Qozog'iston, Qirg'izistonga va